tezroq uxlaman. Axir bugun maktab-ku. Kiyimlarni tez olishim kerak. Narsalarimda ham qani. Mana daftarlarimni olaman tez. Aytgancha obunachilarim bilan maslahatlashishim kerak. Mana yarashdimi? Qani. Qani obunachilardan so'raymiz. Hello YouTube, sizlar bilaman. Yana o'sha To'qir Gamer. Bugun videolarimizda maktab serialini olamiz. Qanunda ketdi? Bo'lmasam ketdik. Tez bo'lish kerak. Tez. Chop. Men milliarderman, obunachilar biling. Mening dadam bank xo'jayinisi emas. Mana bu politsiyada ishlaydi. O'yinni kamerasi ham yaxshi qo'ygan o'zimizda. Men tezroq maktab chopish kerak. Dadam kelib qolsa kerak. Uyga. Tak. Kiraver. Xo'p, bo'ladi so'z. Assalomu alaykum. Nega kech kelding? Uzr, ustoz uxlab qolma. Tezroq o'tir, ha, mayli. Xo'p, oy, ustoz yangi bo'lami? Ha, shuni o'tirdi. Yo'qolganman. Yo'qolmasamchi? Mana. O'sha qilmalaring. Ustoz aralashmay turing. Ahmoq. Aqli bo'ladi. Короче, maktabga. Obunachilar, dars tugagandan keyin kameramni yoqaman. Mana obunachilar, dars tugadi. Yaxshi javonim joyida. Endi esa narsalarimni saqlasam bo'ldi. Endi uyim ketaveraman. Dadam ham uyga borib qolgandir. Mayli, men ham uyga boray. Salom, житель amaki. Oy, житель amaki, salom. Va alaykum assalom. To'qir Gamer. Qani uyga kiraychi men ham. Qani. Yana qo'ng'iroq qilamiz. Karamel o'qmi? Xo'p, dada. Salom, dada, yaxshimisiz? Ha, o'g'lim, yaxshimisan? Maktab yaxshi bo'ldimi? Ha, albatta. Men biroz ko'chada aylanib keray endi. Xo'p, mayli. Xo'p, hozir kelaman, dada. Xo'p, tezroq qayt. Xo'p. Voy, dadam. Men ham bir ko'chani kuzatay dedim-da. Mayli. Men aylab kelaman do'stlarim bilan. Xo'p, tezroq qayt. Ishxonangiz taraflarda yuraman-da. Xo'p, tezroq qayt dedim. O, mashinalar. Mana dadam hayda yuradigan mashina o'g'lani tashishadi botga. Ana o'g'lim aka, salom. Salom bola, yaxshimisan? Ha. Qani, nima gaplar ekan? O'g'lim aka aytgancha naqdku. Jitil, qalaysan? Qanday? Yaxshi yo'qol. Xo'p, mayli. Ketdim. Bular nima? Savetni olib qo'ying. Bujma. Seni qutqaraman. Emas, almasdan. Men ketdim. La.
chirachak kerakmidi? Ha o'g'lim. Yaxshi, qayerga qo'yay? Qayerga qo'yay? Mana bu yerda qo'yib qo'y. Qayerda? Mana bu yerda, o'rta orqasida. Hech kim ko'rmaydi, yordam kerak odamlar shuni ko'rsatdi, shuni boshlab, video bo'lamiz kelamiz. Zo'r Xudoor akam men esa ketdim. Voy, axlat hech narsa yo'q. Mayli, ko'chani aylanib kelay. La. O zavod. La. La. Ertangi kun. Qornim och qoldi. Maliki bo'laychi. Ha, dadam ham ishga ketibdi. Salom obunachilar, xayrli tong. Bugun dam olish, kecha juma edi. Bugun esa dam olish. Mazza qilib kompyuter o'ynayman. Ovqatimni yeb olay. Yomon qornim och qolib ketdi-da. Bo'ldi, to'ydim. Mayli obunachilar. Qani ko'chaga ketdik, game klubga boramiz. Game klubga. Ana ketdi. Game klubga ketdi. Mana game klub. Salom bratlar. Qanunda boshladik. Ma. Voy. Hozir yo'q bo'lay. Obunachilar. Ani yo'q qildi, yon. Ket. Krams. Voy. Okey, kompyuterni yoqib bering. Mana. Yoqib berdim, okey. Rahmat. Mana. Senga mana. Voy. Ana vaqtim tugadi shekilli. Qani yo'q. Abitam bo'pti уже. Mayli, men o'yimga ketdim. Sog' bo'lasizlar, bratlar bo'pti. Voy. Mayli, uxlaychi. 2 kun dam olishdan so'ng. Charchab ketdim. Ana dadam ham ketibdi ishga. Voy, o'tkinchi bugun maktabda narsalar oldi, ahmoq. Oyoq kiyimim tezroq bo'lish kerak. Daftarlarim maktabda edi. Qoldirgandim. O'sha yerda ketdim. Hammaga salom bilan. O'sha to'qib gamer ketdi unda maktabga. Kech qolamiz. Maktab ketdik, maktabga. Maktabga ketish kerak. Kech qolamiz. Tezroq bo'l. Uncha millisan. Kiraver. Assalomu alaykum ustoz. Nega kech qolding yana? Uxlab qolma, uzr. O'tir joyingga. Xo'p. Narsalarni olmadingmi, ahmoq? Uzr ustoz.
Bugun 5 ta dars. Uchkan va daftar. Hozir ustoz, hozir. Tezroq bo'l. Bugungi darsimiz nima? Rasm chizish. Yes, rasm chizamiz. Qanunlar, rasm chizinglar. Yes. Qani rasm chizamiz. Yes, rasm chizamiz. Rasm mana rasm ustoz qarang chotga bo'lyaptimi, ketyaptimi, mana rasm. Mankidan zo'r. Qani Tohir, gamer rasmini ko'rsatchi. Mana ustoz ko'rsataman. Mana. Kuddizmi? Mana. Qarang ko'rsatma rasmi. 5. Rahmat. Yes. 2 tili. O'tirib olamiz. Ikkinchi darsimiz ona tili. Unda yozinglar. Nima deb? Tema yozdim. Nuqtacha. Keyinchi nima yozay? Jer O'zbekiston yozinglar. Hozir ustoz yozdik. Keyinchi pastki chiziqcha yozinglar. O'zbekimiz buyuk. Va oxirgi yozuv Olg'a o'zbekim. Olg'a o'zbekim. Ustoz yozib bo'ldim. Yozib bo'lgan bo'lsa menga olib kel. Hozir ustoz mana olib boryapman. Mana 5 darsimiz tugadi. Yes, ketdi uyga. Bo'ldi, game klubga boramizmi? Let's go. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Tohir gamer bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha va buni ikkinchi qismida ko'rishguncha hammaga xayr.